Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bolsun. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xta apandimning stansimizga bildirishicha, Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən bundan 5 yıl burun başlatılған Türkiyədə pasportsiz və iqamətsiz turuyatqan və hər zaman Xitay qaytırılış əndişisi bilən dəkküdük içində yaşayatqan qeyrindaşlarımızı Kanadaga köçmən sübutida yötkəb kelish programmasi əməlgə iş aldıda turmaqda. Мәзкур программа 5 yıl burun Qurultay Muhacirlar Komitetining mudirlik vazifasini o'tayotgan Mehmet To'xta apandimning bevosita yetakchiligida başlatilgan va Turkiyadan Kanadaga kelib yerlashishni orzu qilgan 10 minglagan Uyg'ur qarindoshlarimizning arxivi turg'izib chiqilib, Kanadaning munosabatlik organlariga yo'llangan. Bu jarayonda bu xizmatga yetakchilik qilayotgan Mehmet To'xta apandim nurg'unlagan to'salg'ularga, hatto haqorat va tuhmatlarga uchragan edi. Mehmet To'xta apandimning bildirishicha, Kanada parlamentidagi 5 siyosiy partiyaning o'rtaq qo'llashiga erishgan 10 ming nafar Uyg'urni Kanadaga yo'tkab kelib yerlashtirish haqidagi taklif loyihasi 1-oyning 30-kuni Kanada parlamentida muzokaraga qo'yiladi va 2-oyning 1-kuni rasmiy ovozga qo'yilib, ma'qullikdan o'tkaziladi. Taklif loyihasida Kanadaga yo'tkab kelinadigan Uyg'ur musofirlarga sarf qilinadigan chiqim 350 million Kanada dollaridan 400 million Kanada dollarigacha qilib ko'rsatilgan bo'lib, bu Uyg'ur musofirlarining Kanadaga kelish aeroplan biletlari, Kanadadagi dastlabki 1 yillik turmush ta'minoti va boshqa chiqimlarni o'z ichiga oladi. Kanadaga yo'tkab kelingan Uyg'ur musofirlarga darhol mangulik o'ltiraqlish salohiyatiga ega yeshil kart tarqatib berildi. Mehmet To'xta apandim mazkur taklif loyihasining 2-oyning 1-kuni Kanada parlamentida yuqori ovoz bilan ma'qullanishiga va Kanada hukumatining parlamentining qarorini ijro qilishiga nihoyat ishonch bilan qaraydiganligini. Chunki bu taklif loyihasining Kanadada parlamentdagi 5 siyosiy partiyaning to'liq qo'llashiga erishganligini, 10 ming nafar Uyg'ur musofirining kelar yili mush mezgillarda Kanadaga kelib yerlashishiga boshlaydiganligini taxmin qilayotganligini eskartib o'tdi. Agar 10 ming Uyg'ur musofirining Kanadaga kelib yerlashishi amalga oshgan taqdirda, buning Sharq Turkistonliklarning muhojirat tarixidagi zo'r bir hodisa sifatida tarix betidan o'rin oldiganligini ta'kidlab o'tgan Mehmet To'xta apandim bu haqda e'lon qilgan chaqiriqida Kanadaning har qaysi joylarida yashayotgan qarindoshlarimizni agar imkoniyat yor bersa 1-oyning 30-kuni va 2-oyning 1-kuni poytaxt Ottavadagi Kanada parlamentining oldiga to'planib, mazkur qaror loyihasini qo'llagan parlament a'zolariga madad berishga, boshqa ellarda yashayotgan qarindoshlarimizning 2-oyning 1-kunidagi ovoz berish yig'inining naq maydon ko'rinishini ta'qib qilishga chaqirdi. Bu vaqtdagi xabarlar Turkiyada qiyin ahvolda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz orasida intayin zo'r hayajon qo'zg'adi. Bu munosabat bilan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Mehmet To'xta apandim bu vaqtda to'xtalib mundoq dedi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. 4-5 yillik uzun bir maratondan keyin Kanada parlamentidagi millat vakillarini birdan-bir qoyil qilish, komitetlarni qoyil qilish, eng oxirida 5 siyosiy partiyaning Kanada parlamentidagi millat vakillarining hammasining o'rtaq qo'llashini qo'l keltirish natijasida 10 ming Uyg'ur qarindoshimizni Kanadaga yerlashtirishdan iborat qaror taklifi 2-oyning 1-kuni Kanada parlamentida ovoz qo'yildi. Ovoz qo'yilib to'liq ovoz bilan o'tadi deb qaraymiz. Tayyorliklarimiz shunda bo'lib keldi. Bütün siyosiy partiyalar, 5 siyosiy partiya va ularning millat vakillari hammasi bu qarornomani qo'llaydiganligini hozirdan boshlab ifodalab keldi. Shunda bo'lganda bu 2-oyning 1-kuni o'tadigan bu qarornoma bo'yicha Kanadaga kelishga boshlaydigan Uyg'ur qarindoshlarimiz kelar yili 1-oydan boshlab kelishga boshlaydi. Hukumat shu 2-oyning 1-dan kelar yili 1-oyning 1-kunigacha bo'lgan oraliqda Kanadaga keladigan Uyg'urlarning sonini muqimdash, qaysi davlatda bular bilan aloqa qilish, bularning rasmiyatlarini turg'izish, kimlik ma'lumotlarini to'plash qatorliq bir yurish rasmiy jadval va rasmiyatlarni bajarish mushu tayyorliklar bo'yicha avvora bo'ldi, xizmatlarni ishlaydi. Bunga xilajak vaqt ketadi. Shu oraliqda bexatarlik tekshirishlari olib beriladi. Endi bu 2-oyning 1-kunidagi ovozga berishdan 2 kun burun, yana 1-oyning 30-kuni Kanada parlamentining o'zining ishlash mexanizmi bo'yicha ikkinchi qatim bu
karar layısı müzakere kılındı. Yani bir kanun üssümü first reading, second reading deydiğen bir özlerinin animisi var. Birinci katımlık okuş, ikinci katımlık okuş da üçüncü katım avazga silinedi. Bu kararnamı, şu kararnamenin birinci katımlık müzakeresi allakaçan botluğa 10. ayının 26. günü, ma birinci ayının 30. günü ikinci katımlık müzakeresi şu resmiyetini bitiriş için boludu ve avazga şu ikinci ayının birinci günü koyuldu. Hem şu münasebet bilen bir Kanada'da qarindaşlarını biz ve dünyanın her qaysi yerlerinde qarindaşlarını imkanı var qarindaşlarını Kanada'ga taklif qilamiz kelib şu tarihi bir fursatga men guvohlik shohidlik qilaman deganlar bo'lsa albatta qo'limiz ko'ksimizda kelib nima qilsa bo'ldi parlamentdagi ba'zi o'rinlashtirishlarni biz yordamchi bo'lamiz. Boshqa qarindoshlarni agar men naq maydonda ko'raman deganlar bo'lsa biz naq maydondan bu ovoz qo'yish ishlarining naq maydonni ko'rdigan ulanma ba'zi narsalarni ta'minlab beradi. Qarordan keyin biz shu butun shu jarayonlarning qisqa filmini tayyorlab uni e'lon qilamiz. Shunlashqa necha vaqtdan beri saqlagan qarindoshlarning sabr qilishini so'raymiz eng oxirgi bosqichlarda. Qanday bo'la shimftami degandek arsal bo'lgan qarindoshlarning bo'lsa, ikkinchi ayning birinchi kundan keyin biroz ko'nglini to'q tutishini arzu qilamiz. Degandek bu 2 yillik programma kelar yil 1-oydan ta 2026 yil 1-oygacha bu qarindoshlarimiz dunyoning har qaysi joylaridan kelishga boshlaydi. Shunlashqa yana bir qatim o'rinlashtirish bo'yicha qarindoshlarni biroz sabr qilishini, bundan keyingi o'rinlashtirishning Kanada hukumati bilan birga bo'ladiganligini, ishonchlik Uyg'ur tashkilotlari bu ishda Kanada hukumati bilan birga ishlaydiganligini hozirdan boshlab shuni men qarindoshlarga xabar berib qo'yay. Ma'qulmiz, xo'shalloq emanet. Şərq Türkistan Ölümalar Birliğinin 9. qıtımlıq şura yığını 8 yanvar keşte İstanbul'da qələbilik axırlaşdı. Erken ve demokratik usulda yuşurun avaz beriş şekilde ötküzülgen saylam neticesinde Türkiye'deki Doktor Alimcan Buğda Efendim Şərq Türkistan Ölümalar Birliğinin yeni reisi bulup saylandı. Bəzi uçurlardan məlum bo'lishçe, Şərq Türkistan Ölümalar Birliğinin 9. qıtımlıq şura yığınıda Şərq Türkistan Ölümalar Birliğinin müstaqil ve tərəfsizlikini saqlab qilish, hech bir tashkilotning tarkibiga kirmaslik yoki boshqa tashkilotlarga beqinib qolmaslik haqida maxsus qaror qabul qilingan. Şərq Türkistan Ölümalar Birliğinin 70 yaqin a'zolari qatnashgan yig'inning birinchi kunida Şərq Türkistan Ölümalar Birliğinin o'tgan 3 yil ichida qilgan xizmatlari haqida umumiy doklad berib o'tildi. Tushdan keyin Şərq Türkistan Ölümalar Birliğinin nizomnomasi qaytadan ko'zdan kechirilib, ba'zi moddalarga o'zgartish kirgizildi. İkinci günü etdigende Ölümalar Birliğinin qurg'uvchilaridan biri ve reisi Doktor Ataullah Şahyar reislik muddati toshqanlik sababidan reislik vazifasini topshirish bilan birga o'zining yurak so'zlarini birlik a'zolari bilan o'rtoqlashdi. Orqadan Ölümalar Birliğinin yangi reisi, muavin reislari, rahbarlik hay'ati, shura majlisi reisi ve a'zolari, taftish hay'ati mas'uli ve taftish a'zolari yangidan saylab chiqildi. Erkin halda ötküzülgen saylam neticesinde Doktor Alimcan Buğda Şərq Türkistan Ölümalar Birliğinin yeni reisi bulup saylandı. Ustaz Ataullah Damullam Hacim ta'lim-tarbiya xizmatlariga mas'ul muavin reislikka, Ustaz Mahmudjon Damullam axborot va tashviqot xizmatlariga mas'ul muavin reislikka, Ustaz Sirajiddin Azizi tashqi ishlarga mas'ul muavin reislikka, Ustaz Abdusalom Olim rasmiy bayonotchi va bayonot ishlarga mas'ul muavin reislikka, Ustaz Muhammad Ömer Qarajim xalq aloqasi ishlarga mas'ul muavin reislikka, Ustaz Abdulahad Ujatli bosh kotiblikqa saylandi. Saylam Şura Meclisi reisligiga Doktor Abduxoliq Uyg'urning, taftish hay'ati reisligiga Ustaz Abdulahad Ushqun Hojimning saylanishi bilan oxirlashdi. Dünya Uyg'ur qurultiyining reisi Dolqin Isa Efendim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Doktor Alimjon Buğda Efendim boshchiligidagi Şərq Türkistan Ölümalar Birliğinin yangi rahbarlik hay'atini qizg'in tabriklaydiganligini, Şərq Türkistan Ölümalar Birliğinin qurilgan kundan tortib Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan zich hamkorlik munosabati o'rnatib kelganligini,
bundan keyinmi bu xil hamkorlikning izchil davom qilishini umid qildiganligini ifoda qildi. Qurultayning tashkiliy xizmatlarga mas'ul muavin raisi Farhod Yo'rinqash apandimmi bu vaqt istansimiz qilgan so'zida Sharq Turkiston Ulamolar birligining 9-qitimliq shura yig'inida Sharq Turkiston Ulamolar birligining mustaqil va tarafsizlikni saqlab qilish, hech bir tashkilotning tarkibiga kirmaslik yoki boshqa tashkilotlarga beqinib qolmaslik haqida olgan qarorini qizg'in qo'llaydiganligini va doktor Olimjon Bug'da apandim boshchiligidagi Sharq Turkiston Ulamolar birligining yangi rahbarlik hay'atining buningdan keyingi xizmatlarga muvaffaqiyatlar tilaydiganligini ifoda qildi. Sharq Turkiston Ulamolar birligining yangi raisi doktor Olimjon Bug'da apandim ilgari Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetining mudir vakili bo'lib vazifa o'tagan edi. Amerika va Yaponiya 6 yanvar kuni ikki davlat hukumatlarining orasida xizmat guruhi qurib, ta'minlash zanjirida majburiy emgak va boshqa kishilik huquq dafsanchiliklariga taqobil turish salmoqini kuchaytirish to'g'risida kelishim imzolagan. Yaponiya Kyoto agentligining xabar qilishicha, bu xizmat guruhiga Amerika savdo vakili ishxonasi va Yaponiya savdo iqtisod va sanoat ministrligi teng rahbarlik qildi ekan. Xabarda Amerika Uyg'ur majburiy emgakiga qarata cheklashni kuchaytirayotgan bir vaqtda bu xizmat guruhi ikki davlatning o'zaro uchur almashtirish supisi, savdo sohasi bilan bo'lgan dialogni qo'laylashtirish rolini o'ynaydiganligi ta'kidlangan. Amerika hukumatining o'tgan yili 6-oydan boshlab yo'l qo'ygan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni dunyoning asosli paxta, pomidor, kun taxta bazasi bo'lgan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklagan. Amerika Tamujna va chegara qo'g'dash idorasi o'tgan hafta Xitoy shirkatlarining eksport mahsulotlarining Xinjiang bilan bo'lgan bog'lanishini yushirayotganligini aytgan. Kyoto agentligining bildirishicha, Amerika savdo vakili Katrin Tai ikki davlat orasidagi kelishimni mamnunlik bilan qarshi oldiganligi, bu ikki davlat savdo hamkorligining konkret mas'uli ekanligini ta'kidlagan. Yaponiya savdo ministri Yasutoshi Nishimura kelishim imzolash marosimida qilgan so'zida ta'minlash zanjiridagi kishilik huquq dafsanchiligiga qat'iy yo'l qo'yishga bo'lmaydiganligi, xizmat guruhi Yaponiya va Amerika shirkatlarining kishilik huquqini qo'g'dashga texmo aktiv qatnashishga yordamda bo'ldiganligini aytgan. Buning oldida Amerika Tamujna va chegara qo'g'dash idorasi o'tgan hafta Xitoyning Sharq Turkistondagi Xinjiang ishlab chiqarish qurilish punktini eksport qilgan chilonlarni tutib qolganligini e'lon qilgan edi. Pakistan Xitoy iqtisodiy koridorining strategiyalik tuguni bo'lgan Pakistanning Gwadar portida Baluchi xalqining bu qurilishga qarshi keng ko'lamlik namoyish portilgan. Diplomat jurnalida 7 yanvar e'lon qilingan bir xabarda ko'rsatilishicha, Gvadarning sirt bilan bo'lgan telefon va internet aloqasi uzib tashlangan bo'lib, navbatda telefon aloqasi asliga kelgan bo'lsa-mu, lekin internet aloqasi 28 dekabrdan buyon asliga kelmagan. Gwadar porti Beijingning Pokistonga 62 milliard dollar mablag' silib, Qashqar bilan Gvadarni quruqliq va havo orqali tutashtirib, Sharq Turkistondan Hind okeaniga chiqishdagi strategiyalik tuguni bo'lib, Pokistonning bu portni Xitoyga ijaraga berishi yerlik baluchilarning izchil qarshiligiga uchrab kelgan edi. Diplomat jurnalining xabarida Pokiston soqchilarining 2 oydan beri chedir qurib norozilik bildirayotgan namoyishchilarning chedirlariga besib kirib, Gvadarning haqlarini bari nomli ommaviy harakatning rahbarlarini va a'zolarini tutqun qilishning bu qitimqi norozilik harakatining taqimi avjilishiga sabab bo'lganligini, Pokiston doiralarining jiddiy holat e'lon qilib, ommaviy yig'ilishni cheklaganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, Xitoy Gwadar portiga nurg'un mablag' solgan bo'lsa-mu, lekin bu yerlik baluchi xalqiga hech qanday foyda olib kelmagan. Balki ularni iqtisod taraqqiyotining sirtida qoldirgan. Port qurilishini Xitoy bilan Pokistonning boshqa o'lkalardagi amaldorlar kontrol qilib, yerlik baluchilarda yer zaminga bo'lgan igdorchilik huquqi va kimlik krizisi kuchaytgan. Xabarda yana Xitoy ishchi va tijoratchilarining tez ko'payishi Gvadarda nopus o'zgarishini paydo qilib, baluchilardagi kimlik andishisini kuchaytganligi. Gvadardagi Xitoy nopusining 2048-yilga borganda yerlik baluchilardan eshib ketishi faraz qilinayotganligi. Buning baluchi xalqining bu qitimqi norozilik harakatiga turtki bo'lganligi ta'kidlangan. Xitoy Gwadar port qurilishini boshlagandan buyon Baluchi ozodlik armiyasi nomida ko'p qitim Xitoy ishchilarga qurolli hujum qilish, Xitoy aslalarini portlatish voqealari yuz bergan edi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.